Mashinani yoqib yuborasanlar-ku. Mashinani yoqib yubordi, ko'ttingga tiqding deydi-yu. Bemalol borib chakiga telefon bilan uring. A24 Ultra Flight o'qqa ketdi. $10,000 turadi donasi. Mana ham odam meni ham mana tuqqan. Turing oka, gap. Oka. Bir minut gapirmaydi. Nimani boshlayapsiz endi? Nima yengilinglar? Kabriolet olib berasiz deydi. Elshod akalar hamma yoqda ovqat pishirib ko'rganlar. Tomni ham qilib ko'rgansiz, oka? Bitta mashinani ustida qoldi ovqat pishirmagan. Kujonim, rakusni bu yoqdan tayyorlagan. Mana. Muhammad Ali. Jigulini tomini kesib tashlashdi. Qo'ying, sepi turing. Yuradi, aka bu. Ha. Drift qiladi-yu, polni. Ana qilsak ko'rinadi. Orqa saylanadi. Pastga tushib oling. Siz mana mana shu urib bering. Shok edi, men shok ketaman. Nolma qo'ying. Ha. Jiguli 06 bo'lsa, 03mi? Voy, okey, uyaltirdingiz. 06 sizchi. Mashinani kulishadi. Yo, siz bilmasangiz meni bilmadim. To'xtang, biz oldin millicha kiyim olmaymiz ham. Bo'ldi, davay oshirish. Ketdi, okey, men tandir qo'lingga olib bering. Bemalol bitta o'zi olib keldingizmi? Bismillah. Murat chanqadingizmi? Siz ham odamsiz, to'g'rimi? Siz ham uni tuqqani to'g'rimi? Siz ham okey, uy. Bitta quyon ustiga chiqib ketgan kadrlar qo'yib yubormang, okey. Yo'q, ko'pchilik gapiryapti, quyonni go'shini yedingizmi? Nima go'sh yedingiz? Yordim shu quyonni. Monayni ham ko'r. Xiyonat ustida sho'ldi. Voy, meni. Unda men qiymani siqilavering yo hali vaqtlimi? Shashlik siqilib qo'ysam turadi, to'g'rimi? Yuboraman. Oling ham o'tirlardan. Mana. Voy, yonib ketdi, olamiz. Okey, bo'ldi. Qiling. Okey, olib keling, Kalashnikovmi? Bu bilasizmi? Snayper o'qini aytadi. Kalashnik Ultra Flight o'qqa ketdi. Ketdi. Mana shunday yoqiymi qilasiz? Men uni narxini bilaman. Chunki 10,000 so'mga sotib olgandim-da. $10,000 turadi donasi. Donasi. Qara, shunaqa tandir ko'rganmisizlar? To'xtanglar, tandir ichidan nima chiqishini ko'rsataman. Yoqishga. Loy uraman. Mana bunda qora qolsin. Mana qarang. Voy. Okey, men portlab ketish mumkin. Okey, mana tandir ichidan nima chiqadi, ishonasizmi? Nima chiqadi? Kayfiyat solsa chiqadi, nima chiqadi? Voy. Odamlarmincha Tutyapti-yu bu. bezuk qilib turing, okey, gap. Okey. Bir minut gapirmaydi. Aha. Mashinani yoqib yubordi, ko'ttingga tiqding deydi-yu. Ustingizda ishlang, okey. So'z erkinligi, so'z birinchi o'rinda. Ustozni aytganini qil, qilganini qilma deganlar. Qilganimni qilmay qo'yaman. Bo'ldimi? Okey, ana loyiga g'ishiga krak sepib boring. Okey. Ko'rinmayapsiz, aka, rostdan. Seriyozli ko'rinmayapman. Mana ham odam meni ham mana tuqqan. Men ham kuyaman. Bunaqa tandir ko'rganmisizlar? Kabriolet ustida. Qilganda do'ppilar bilan. Oren. Tarixingizda eng kichkina tandir shumi qurganingiz? Ha, eng kichkinasi mana shu. Bundan hali kichkinasini qurmadim. Okeylar. Dunyo tarixidagi eng kichkina tandir. Bu oddiy tandir emas. U Lamborghini ustiga Ross deydimi? Ross. Yo'q. Ross deydi, qanaqa mashina? Rolls Royce. Yo'q, boshqa narsa. Ross deydi mana. Brabus. 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 Kabriolet. Brabusmi ustiga qurilgan eng dunyodagi eng kichkina tandir. Ikkitasini diq qilib qo'ysam, bundoq qilasiz, men suymayman. Voy. Qarichilik qilsin.
Xo'sh. Voh. Bir umr orzu qiluvdim. Mashinani kapot ichish. Bitta sakraymiz, shik sakrab, milicha tushamiz. Menga qarang, Ha. teskari qarab turing. O'zbek o'g'lonisan. O'zbeksan. Boshingda do'pping qani deganda. Maxsi qara aka. O'zbekligimizni yo'qotmaylik hech qachon. Ha. Bu chopon nimada ustimdagi? Gapiryaptimi? Yo'q, Gapiryaptimi ustimda chopon? Chopon gapirmaydi aka. Okey, gapiradi. Brata, Chopon. meni cho'ponim bilan gaplashmayapsizmi ish qilib? Yo'q, o'zimniki. Men siznikimi? Yo'q, kiyavering. Yo'q, bermanki sal torroq bo'lsin. Qozonga yaqin bo'lsa, qorasi yo'qadi. Okey, nima qochsizlashsiz-chi? Brat. O billet, orqa kadrchi. Nima o'rta kazi qo'l tushirdingizmi? Zadniy bormi aka? Zadniy bor ekan, oldik, yurg'iza olmayapman. Yur oldik.